Shukr. Ey, qaravonman, ada, qaravonman. Hozir. Aka, tinchlikmi? Tinchlik? Seni ko'rgani keldim. Yo'q, ketaveraymi? Yo'q, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo, oldinlari yetib kelardingiz-da, o'shanga hayron bo'ldim. Kiring aka hozir. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, ilohi omin. Sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ada yaxshimisiz? Rahmat. Salomatmisiz? O'zingiz sog'liqlaring. Rahmat. Ha, baraka. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalay, o'zingiz sog'liqlaring yaxshimi? Rahmat. Ada, boshlab bering o'zingiz, keyin yeymiz. Ya, qani ol o'zing ham ol. Qani olinglar bolalarim, olinglar. Ol. Bismillah. Oling, Ada, oling. Aziz, Tabii. nimaga hammamizga sel go'sht qilib suzgansizlar? Odamlarga tayyorlik edi, go'shtsiz. Somatmanmi? Hozir olib kelaman. Olib keladi hozirga. Izdan chiqqandir-da, endi qo'yingiz. Shuni nima cho'q qo'yamasiz, keling. Hali amaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qalaysan? Ertaga bizlarnikiga kelamizmi? Bo'ldi, kechga o'taman. Ertaga dam olish kuni-ku, obed payti kelamizmi? Ha, dam olish kuni. Hammamiz birga ovqatlanardik. Bo'ldi, obedga boraman. Rahmat amaki. Yes. Bolam. Ovqat go'shtsiz bo'lsa ham juda shirin chiqibdi. Qanchayam ovqat yerdim. Qaraganda yetadi bolam. Ada, ayrim ahmoqlar ota-ona tirikligida go'shtini qizg'anib, ota-ona o'lgandan keyin 500 ta odamga ser go'sht qilib osh berar ekanda. Ukam, sizlar ham farzand katta qo'ysizlar. Uyasi ko'rganini qiladi. Ne odamlarni ota-onasini xizmatini qilmay, ularni duosini olmasdan bir-ikki bo'lmaganlarni ko'rdim. Ada, mayli desangiz sizni olib ketay. Mayli bolam, mayli. Ota-onani xizmatidan qochma. Kosa yonqarmaydi.